Assalomu alaykum, Tillo go'sht mahsulotlarining mijozlari. Bugun bu akamiz dasturxonchidan, bu akamiz Qadimli sentridan, Qadimda hamma biladi, Asakani yo'lida. Mollarini oldik, sizlarga farqini ko'rsatamiz. Bitasi 58 ming so'mdan, bitasi 62 ming so'mdan. Hali negativlar yozadi-yu, arzi obs qimmat topdi. Mana shuni ko'rsatib beramiz sizlarga farqini. Xo'p, mana shu buqamiz 62 ming so'mdan tortishga baraka bo'lgan. Ko'rib o'zingizlar baho bera olasizlar holatiga. Buni farqi yog'siz sergo'sh. Bunisi mana 58 ming so'mdan baraka bo'lgan. Bu o'zimizning jaldari bu. Lekin qo'y go'shtidan ham semirib ketibdi, o'ta yog'i ko'p. Farqi shunda. Aka, naq pulga oldingmi? Alloh olgan sotgan barakasini bersin. Rozimisiz? Roziman. Alloh barakasini bersin. Aka, naq pulga oldiga Alloh barakasini bersin. Olgan ham, sotgan ham Xudo xolasa baraka topadigan narxga oldi sotdi bo'ladi. Hamma rozi bo'ladi Xudo xolasa.